Xabaringiz bor, telekanalimiz tomonidan 24-noyabrdan boshlab omadli tomoshabin mega aksiyasi o'tkazilmoqda. Ushbu aksiya doirasida muxlislarimiz pul mukofotlari, televizorlar hamda maishiy texnika to'plamlariga ega bo'lishlari mumkin. Sovg'alar esa o'z egalariga topshirilmoqda. Berilgan shartlarni bajarib yuqori ball to'plagan samarqandlik hamyurtimizga ham televizor yetkazildi. Hozir shu haqda 24-noyabrdan boshlab Mening yurtim telekanalida mega aksiya e'lon qilingan va aksiya doirasida navbatdagi televizor Kattaqo'rg'on tumani Andoq qishlog'ida istiqomat qiluvchi Jahongir aka Shamiyevga nasib etdi. Ayni paytda sovg'ani o'z egasiga yetkazish uchun manzildamiz. Mening yurtim telekanalida bo'lib o'tadigan aksiya o'yinida ishtirok etdik. Farzandlarimiz bilan birgalikda har doim ko'rib boramiz Mening yurtim telekanalini. Shu ball yig'ib bordik. Sirli raqamlarni o'tga yuborib, ball yig'ib bordik. Mana bugun televizor sohibiga aylandik. Xursandmiz, kutmagandik. Tuman markazimizdan 40 kilometr uzoqlikda tursak ham mana televizorimizni yetkazib olib kelib beryapsizlar. Rahmat sizlarga ham. Mening yurtim telekanali ko'rsatuvlari hammamiz bizga yoqadi, ko'ramiz, ko'rib boramiz oilaviy. Ham televizor ko'rib, ham televizor yutib olish bizga omadda. 26-dekabrga qadar davom etadigan mega aksiyada ishtirok etish shartlari juda oddiy. Har kuni soat 16:00 dan 18:30 gacha ekranda chiqadigan sirli raqamlarni maxsus botga yuborasiz. Aksiya g'oliblari esa har kuni jonli efirda aniqlab boriladi. Siz ham o'zingizni sinab ko'ring. Bosh sovrin 50 million so'm.